Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov nafaqat aqlli insonligi bilan, balki qo'rqmas, dovyurak qat'iyatliligi bilan ham ajralib turardi. U Tojikistondagi urushni bostirishga maslahat bergan, Qirg'iziston-O'zbekiston fojiasini oqilona hal qilgan, Andijon voqealarini tugatib, O'zbekistondagi tinchlik uchun jiddiy qarorlar qabul qilgan inson edi. Uning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aytgan gaplarini haligacha boshqa mamlakat rahbarlari aytishga qat'iyat topa olgani yo'q. Uni davlat rahbariyatida ishlagan maslahatchisi quyidagicha xotirlaydi. Bugun shular haqida gaplashamiz. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni kamtarona mehnatlarini qadrlovchilar videoga like bosib, u kishi haqida video izohida o'z fikrlaringizni qoldirishingizni so'raymiz. Biz esa videorolikni boshladik. 1998-2000 yillarda Islom Karimovning davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan va u kishini yaxshi tanigan Narzulla Jo'rayev birinchi prezidentni xotirladi. Facebookning Islom Karimov fondi sahifasida u Islom Karimovni boshqa davlat rahbarlaridan ajratib turadigan xususiyatlariga to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, birinchi prezident bilan muzokaralarga kirishadigan odam oldindan tayyorlanib biror narsaga erisha olmas edi. Islom Karimovda prognozlar salohiyati shu qadar kuchli ediki, muayyan jarayonning borishi natijasini oldindan ko'ra bila olar edi. Dunyo voqealarini ham, mamlakatning ichki hayotidagi islohotlar jarayonlarini ham bevosita oldindan payqar edi va prognoz qila olar edi. U ana shu fazilatlari bilan boshqa davlat rahbarlaridan farq qilardi. Masalan, 1995-yilda Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Ashxobod sammitida yig'ilishi. Bu sammit Turkmaniston rahbari Safarmurod Niyozov boshchiligida bo'lgan. Endigina mustaqil bo'lganimizga 4 yil bo'lgan. Ozarbayjon, Markaziy Osiyo davlatlari, yosh davlatlar rahbarlari ishtirok etgan sammitda nom chiqargan davlatlardan Eron bilan Turkiya ham ishtirok etgan edi. Ular go'yoki katta og'alar singari boshqa respublikalarga rahnamolik qilishar, ularning qandaydir ko'rsatmalari asosida yashashimiz kerak qabilidagi o'zaro manfaatlar raqobati paydo bo'lgandi va ikki davlat rahbari siyosiy ta'sir o'tkazish hamda siyosiy imij borasidagi o'zaro kurashlar davom etayotganida birdaniga Islom Abdug'aniyevich Karimov bir og'iz gapirsam maylimi degan va albatta unga so'z berilgan edi. Bu yerda Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlati rahbarlari to'plandik. Demak, biz faqat iqtisodiy hamkorlik masalasini muhokama qilishimiz kerak va ana shu hamkorlik doirasida ijtimoiy madaniy hamkorligimizni yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Agar bizning uchrashuvimizga kimdir siyosiy tus berib, allaqandaydir siyosiy imijlar, siyosiy reytinglarni da'vo qiladigan bo'lsa, butun mas'uliyatni zimmamga olib aytamanki, O'zbekiston delegatsiyasi zalni tark etadi. Bu juda katta jasorat edi. Bu har qanday davlat rahbari aytishga jazm qilaveradigan gap emas edi. Islom Karimovning ana shunday favqulodda jo'shqinlik qudratini namoyon qila oladigan imkoni bor edi. U kishi adolat tarafdori edi. Narzulla Jo'rayev yana bir qiziq voqeani yodga oldi. Tolibonga qarshi kurash koalitsiyasi faoliyat yuritayotgan bir paytlarda strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomaga muvofiq Qashqadaryoning Xonobodida AQShning qarorgohiga bir joy berildi. Ana shunda birdaniga Moskvaning NTV televideniyasi Tolibon Amudaryodan o'tib Termizni egallab olishdi. O'zbekistonda urush boshlanishi muqarrar degan ig'vo tarqatdi. Islom Karimov bu voqeaga go'yoki mutlaqo e'tibor bermagandek bo'ldi. Ertasi kuni maxsus samolyotda O'zbekistondagi diplomatik korpus vakillari, xalqaro tashkilotlar rahbarlari va mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan xorijlik jurnalistlardan iborat katta delegatsiyani Termizga olib bordi. Ularni ham mehmon qildi, ham Termizni sayohat qildirdi va o'sha yerda to'g'ridan to'g'ri bayonot berdi. Qani Tolibonlar, topib beringlar menga. O'sha yerda Rossiya diplomatik korpusi ham turibdi. O'sha NTV vakillari ham turibdi. Mana sizga siyosiy diplomatiya. Bu eng ta'sirchan, eng samarali usul edi. Keyin mehmonlarni qoldirib o'zi chegarachilar bilan uchrashuvga bordi. Butun O'zbekiston bolalari mening bolalarim degan gaplar uning hayotining mazmuni edi.
Baquvvat chegarachini ko'tarib, mening shunday pahlavonim bor ekan, chegaramizdan pashsha ham qanot qoqib o'tolmaydi degan edi. So'ngra Hayraton ko'prigiga borgan edi. Hayraton O'zbekiston bilan Afg'onistonni bog'lab turuvchi yagona ko'prik. Shu yerga kelib, xo'sh, Tolibon shu ko'prikdan o'tdimi? O'tib ko'rsin-chi, men ko'ray o'tganini. Agar Tolibonlar shu ko'prikdan o'tadigan bo'lsa, men unga ko'ndalang yotib olaman. Oldin meni bosib o'tsin, keyin yurtimga kiradi degan edi. Mana prezidentning vatanparvarlik tuyg'usi. Bundan tashqari sobiq davlat maslahatchisi Islom Karimovning maqtovni yoqtirmasligi haqida aytdi. Bir ma'ruzani ko'zdan kechirish davomida matnda o'ziga berilgan ta'riflar orasida akademik so'zini o'qib, yaxshi yozibsizlar, lekin mendan dohiy yasamang, sizlardan iltimos, men dohiy emasman, xalq saylagan prezidentman dedilar. U kishiga ana shunday kamtarlik xos edi. U kishida bu dunyoga xizmatchi bo'lib kelganman degan fikr yetakchilik qilardi. Bu barcha davlat rahbarlarida uchraydigan xususiyat emas. Islom Karimovda fonomedian, kamtarlik bilan ulug'vorlik, muloyimlik bilan qat'iyatlilik, talabchanlik, qattiqqo'llik va prinsiplilik bilan muruvvatlilik, mehribonlik qorishib ketgan ideal siymo mujassam edi. Islom Karimov degan ism familiya, bitta pasport va bir fuqaro doirasidan chiqib ketgan. O'zbek, O'zbekiston, mustaqillik degan tushunchalar bilan qorishib ketgan bir qadriyat. O'zbekiston so'zidan Karimovni ajratib bo'lmaydi. Mustaqillik deganda albatta Islom Karimov tushuniladi, deydi sobiq maslahatchi. Prezident Karimovning xalqimiz uchun yangi sivilizatsiya darvozasini boshlab bergani bu bor haqiqat. Sivilizatsiya cho'qqisiga chiqishi uchun kamida 200-300 yil vaqt kerak bo'ladi. Millat qachonki mustamlakachilikdan ozod bo'lib o'zini qadriyat sifatida tushuna boshladimi, bu sivilizatsiya boshlanganining belgisidir. Yangi O'zbekiston sivilizatsiyasini boshlab bergan buyuk tarixiy shaxs sifatida Islom Karimovning nomi hech qachon o'chmaydi, deydi so'z yakunida Narzulla Jo'rayev.